Assalomu alaykum do'stlar. Bizning Rock Pamarsa 20-kuniga kanalimizning esa 21-videosiga xush kelibsiz. Bugun biz uchun o'ziga xos bayram. Devlog marafoni boshlanganiga Rock Pamarsa 20 kun bo'ldi. Shuning uchun biz videoni juda qisqa va lo'nda qilamiz. Kecha biz bosh sahifadagi kartlarga haqiqiy toggle like mantiqini bergan edik. Bugun esa o'sha like tugmasi bosilganda xuddi Instagram yoki bir premium ilovalardek silliq interaktiv animatsiyani faqatgina toza TypeScript yordamida qo'shib qo'ydik. Mana buni ko'ramiz. Demak, npm run dev bu yerda kodlar. Hozir ozgina stil qo'shdim bu yerda. Transition transform bu yerda ozgina shadow berdim. Scale ham qo'shdim ozgina. Shundan so'ng bu yerda ham ozgina transitionlarni qo'shdim. Shundan so'ng bizda ajoyib animatsiya hosil bo'ladi like bosganda. Demak, like ni bosamiz va mana ko'rib turganingizdek animatsiya ishlayapti. Kichkinagina shadow bor bu yerda va transition ishlayapti. Bu ikkalasida ham shunchaki bir like bosish tugmasini stilini qilib ko'rish uchun buni qildim. Videodan oldin demak batafsil bu yerda hali hammasi o'tgan dialoglarda to'g'rilangan. Bu yerda tekstlar transparent bo'lib o'tgan edi. Bu background bilan bir xil bo'lib ko'rinmay qolgan edi o'tgan dialoglarda. Buni darrov to'g'riladim. Va ko'rib turganingizdek bu yerda ham ozgina shadow bor. Shadow va bu yerda hover animatsiyasi, transition bilan albatta. Juda ham ajoyib kart hosil bo'lgan. Bosh sahifaga qaytishni bossak qaytadi. Demak, shunaqa transition elementlarini qo'shib qo'yapmiz. Bir-ikki ta qo'shimcha elementlar ham, ya'ni kartlar ham tez orada qo'shishga harakat qilamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek shadow bor. Xolos, shu narsalar yana keyingi dialoglarda balki yana ozgina bu yerlarga ham bir qo'shimcha narsalar kiritarmiz. Balki bu yerda ham footer esimizdan chiqibdi. U o'tgan dialoglarda biz eski kartlarimizda bu footer ya'ni kartning pastki qismiga o'zimning nomim bilan ya'ni ismim bilan yasagan edik. Lekin bu yangilaganim uchun ularni o'chirib tashladim. Hozircha shular turibdi. Mana ko'rib turganingizdek hammasi toza TypeScript yozilgan React.js bilan birgalikda. Xullas, bu yerda card.txt, bu yerda TypeScript ozgina va o'zi React.js JavaScript deb yozmoqchi edim. Xullas, o'zi React.js TSX bilan emas, GSX bilan tugallanadi. Oxirgi
atamasi xullas. Bu yerda lekin TypeScriptni ham ozgina qo'shganimiz uchun bu yerda kengaytmasi tsx bo'lyapti. Bu yerda ham tsx fayl bor. Data'da lekin faqatgina TypeScript ishlatdik. Project.ts va hozir hammasi mutlaqo ajoyib holatda. Xullas, natijalarni ko'rib turibsiz. Bugun devlogimizda 20-kun edi. Ya'ni 20 kunlik videolarimiz bugun ortda qoladi. Xullas, mana natija. Tugmani bosganimizda batafsil sahifasiga o'tadi. O'zi ishlayotganda bu funksiyalar. Demak, 20 kunlik intizom marafonimiz muvaffaqiyatli davom etmoqda. Videomizga tashabbus qilib like bosing va bizni qo'llab-quvvatlang. Ertaga devlog 21da ko'rishguncha xayr.